hammamiz birlashib bugundan boshlab sabzini oshdan boshqa joyga qo'shishni bas qilaylik iltimos sizlardan. Ha, sabzini oshdan boshqa joyga. Chunki sabzi faqat osh bilan-ku. Restoranda o'tirasiz, ofitsiant bir kosa sho'rva va yarimta sabzini olib ketadi-ku. 90% odam uni yemaydi, shunday sabzini chetga olib qo'yadi. Ofitsiant ham bo'sh kosa va yarimta sabzi bilan qaytadi yana. Mana bu sholg'om qachongacha o'zini kartochkadek tutadi, ha? Kimdir aytadimi unga yo'qmi sezilib qolayotganligini? Chunki dimlamada keladi-da, siz farqiga bora olmaysiz. Mazza qilasiz. Dimlama, shunday yeysiz. Sholg'om. Sizda ikkita yo'l bor. Yo hozir chiqarib tashlash. Yo yarim soatdan keyin majburiy chiqish bor. Haligi odamlar bor-ku, bilinmayapti deb salfetka bilan qiladi. Shular bilinadi, iltimos, bemalol qilaveringlar.